Satar Uyg'ur xalqininki qadimgi chalg'u asboblaridan biri bo'lib, bu ovoz yiqimliq, muңliq, bo'm chiqadi. Shundaqla kamolchilik chalg'u asbob turi tavasi kirdi. Satar o'rik va ujma yog'ochidan yasaldi. Uzunligi asosiyatni 140 cm atrofida keldi. 13 tal simdan tarkib topgan bo'lib, oldingi bir tal sim bu asosliq melodiya chelingan sim. Qolgan simlar bo'lsa aks sada berdi. Satar asosligi xalq alnag'mlari 12 muqam bizningki Uyg'ur 12 klassik 12 muqamda asosliq boshlamchilik rol o'ynaydi. Shundaqla muqaddimada asosliq chelinadigan sozlarning biri bo'lib hisoblandi. Satarning tuzilishi mana boshdagi anasim kichik xatlik gruppidagi D ovozga tangshildi. Qolganlari bo'lsa shu biz chammoqchi bo'lgan ahangninki kuy shakli asosan shu kuy shakli bo'yicha anonga tangsak bo'ldi. Har bir ahangning o'zining talabi bo'yicha anonga tangshildi.